Avvalambor assalomu alaykum deymiz. To'y kechamizni tashrif buyurgan barcha mehmonlarga, mana shu xonadon sohibi va sohibalariga to'ylar o'ymasin. Kelin muborak bo'lsin. Kelgan kelinchagimiz qutlug' qadam bilan kelgan bo'lsin deymiz. Albatta, Jumagul har bir odamning oldiga chiqqan vaqtda egilib ta'zim qilaverasiz bo'lmasam. On 8,000 olamni yaratgan, butun mavjudotga jon ato etgan eng avvalo Alloh taolomizga hamd va sanolar bo'lsin, kelin salomlar bo'lsin kelinga. Derlar odam yaralgan, odam otadan. Derlar odam yaralgan havo onadan. Derlar inson yaralgan tuproq giyodan, odam ota, havo ona ruhlariga egilib ta'zim qiling kelinchak. Yo'ldosh otang o'tdilar bu dunyodan, chetda qolmay ilm hamda ziyodan. Kelin seni uying bo'lsin tillodan, rahmatlik yo'ldosh otalar ruhlariga. Anajon onalar, Abdulla otalar ruhlariga, Yoqubjon onalar ruhlariga egilib ta'zim qiling kelinchak. Ruhlari shod bo'lsin, yotki yerlari yoqdi bo'lsin deymiz. Husinboy qayn bovalar ruhlariga, Hayitboy otalar ruhlariga egilib ta'zim qiling kelinchak. Ruhlari shod bo'lsin, yotki yerlari yoqdi bo'lsin deymiz. Hayot bo'lsa o'zi qarashmasmidi? Ko'z oydinlar aytib so'rashmasmidi? Shu qatorda tursa yarashmasmidi rahmatlik? Adolat qayn onalar ruhlariga egilib ta'zim qiling kelinchak. Ruhlari shod bo'lsin, yotki yerlari yoqdi bo'lsin deymiz. O'g'iljon onalar ruhlariga, Rajabboy otalar, Oygul onalar ruhlariga, Muhabbat biylar, Sanobar biylar ruhlariga, Odamboy o'g'illar, Hayitboy o'g'illar ruhlariga egilib ta'zim qiling kelinchak. Ruhlari shod bo'lsin, Qur'onoy onalar, Xudoyberdi doylar ruhlariga, Oybek doylar, Xo'javoy doylar, Bozorboy otalar ruhlariga, Oyimjon onalar ruhlariga egilib ta'zim qiling kelinchak. Otavoy otang bo'lsa soz bo'lmasmidi, bu dunyoning jamoliga to'ymasmidi? Farzandlarni yer u ko'kda qo'ymas edi Otavoy otalar, Omonboy o'g'illar ruhlariga, Qodirbergan o'g'illar, Izzat o'g'illar ruhlariga egilib ta'zim qiling kelinchak. Ruhlari shod bo'lsin, yotki yerlar yoqdi bo'lsin, Gulomdon otkalar, Go'zaloy otkalar ruhlariga, Jumiyot otalar, Qadamboy otalar ruhlariga, Botir o'g'illar, Oktiyabr o'g'illar ruhlariga egilib ta'zim qiling kelinchak. Ruhlari shod bo'lsin deymiz. Ro'zimboy otalar ruhlariga, Soliyajon onalar ruhlariga, Ro'zimboy o'g'illar, Mashruq otalar ruhlariga, Otavoy otalar ruhlariga egilib ta'zim qiling kelinchak. Ruhlari shod bo'lsin, yotki yerlar yoqdi bo'lsin deymiz. Har neki falak boshga solganga, vaqti bevaqt so'nggi yo'l olganga, umr baxt bersin ortda ila qolganga, o'tganlar ruhiga qaytadan egilib ta'zim qiling kelinchak. Ruhlari shod bo'lsin. Bo'lmasam, azizlar, mana shu yerda Jumagul onalarimizga, hurmatjon o'g'illarimizga, Zaynabjon biylarimizga to'ylar o'ng bo'lsin. Kelin muborak bo'lsin. Kelgan kelinchagimiz qutlug' qadam bilan kelgan bo'lsin. Quvon kelin yaxshilarga dilbandsan. Siyla kelin qalbli qalbga payvandsan. Farzandi bo'l farzandiday farzandsan. Mana shu yerda qayn momongiz Jumagul qayn momongizni egilib. Qo'shadan ta'zim qiling kelinchak. Qayn otammas o'z otam deb bilgaysan. Qiynalmasdan xizmatlarini qilgaysan. Shunda sen ham ulg'aygaysan, o'sgaysan qayn otangiz. Hurmatjon qayn otangizni egilib. Qo'shadan ta'zim qiling kelinchak. Tadbirkor va rejalidir har ishda. Uy ro'zg'ori anjomlari sarishta. Farishta desamiz o'zi farishta qayn onangiz. Zaynabjon qayn onangizni egilib. Qo'shadan ta'zim qiling kelinchak. Kevni yerkalatgan ko'zim deb, qosh ko'zdan o'par qosh ko'zim deb. Bir umrga siyla yurtim o'zim deb, qayn momolaringizga, qayn otalaringizga, qayn onalaringizga qaytadan egilib. Qo'shadan ta'zim qiling kelinchak. To'y qilay deb yugurdilar, keldilar, neki kerak barisini qildilar. Kesib o'tma ularni hech yo'lini, har salomda ko'ksinga qo'y qo'limda turgan mana shu yerda Zafarjon o'g'illari, Laylo biylaringizga, Sevinchoy ukalarini, Lazizbek ukalaringizga, Gulnahol ammalari, Ozimboy o'g'illaringizga, Ixlosbek ukalarini, Lobar akalari, Murod o'g'illaringizga, Quvondiq ukalaringizga egilib. Qo'shadan ta'zim qiling kelinchak. Albatta Azizbek o'g'illar, Bonu biylaringizga, Alixon ukalaringizga, Gulnoza ammalari, Inoyat o'g'illarini, Xurshida akalari, G'afurjon o'g'illaringizga, Mardona, Sevinchbek, Quvonchbek ukalaringizga, Gulzoda ammalari, Husinboy o'g'illaringizga egilib. Abdullajon ukalaringizga, Boburjon ukalarini,
Ozoda ammalari Umirbek og'alarni, Umidjon ukalaringizga, yo'ldosh doylaringizga egilib qo'shidan ta'zim qiling kelinchak. Albatta Umidjon, Hamidjon, Hasanboy, Jonibek og'alarni egilib Farog'at, Lobar, Laylo biyilaringizga, Shohlo akalarni, Diyorbek, Dilmurod, Behruzbeklara, Javohirbek ukalarni egilib Ahmadjon doylarni, Dilnoza, Shohnoza, Laylo akalarni egilib Behzod og'alar, Xurshida biyilaringizga egilib qo'shidan ta'zim qilar ekansiz kelinchak. Albatta mana shu yerda Ruxshona, Nurjoxon, Silola xonlara, Nilufar, Alloh bergan Farruxbek, Nur Muhammad jonlara, muhabbat ukalarni egilib qo'shidan ta'zim qiling kelinchak. Ikki tomon o'rtasida qatnabdi, xudolarni bir-birini maqtabdi. To'y shansa tamaskotni berib sovchilikdan dissertatsiya qilib shu yerda qahramon doylar, muhabbat biyilaringizga, Abdulloh otalar, Odilbek doylaringizga, Nargiza biyilaringizga va ularning oila a'zolarini, Hasanboy otalar, Safargul onalaringizga, Dilshod, Qudrat, G'ayratjon, O'tkirbek og'alarini egilib Gulshoda, Dildora apkalaringizga egilib Safargul xolalarini, Shomurod otalaringizga, Murod, Sherzod og'alarini, Moqira, Iqbolboy biyilaringizga egilib Ro'zmat og'alar, Sanamjon xolalaringizga, Anvar og'alar, Dilnoza, Munira biyilaringizga, Alijon og'alarni, Munavvar biyilaringizga egilib Asilbek, Mustafa ukalarni, Jayxunbek ukalaringizga egilib Ra'no xolalari, Nodirbek og'alaringizga, Kamolat biyilaringizga egilib qo'shidan ta'zim qiling kelinchak. Albatta mana shu yerda Botir og'alar, Dilbar biyilaringizga, Barno akalari, Akbar og'alaringizga, Muslima xolalari, Mehringiz, Shirinjon, Marjonaxon, Jasminaxon, Asilbek ukalarini egilib qo'shidan ta'zim qilar ekansiz kelinchak. Oy jamoli jalolasi yuzingda, ma'no bo'lsin shirin shakar so'zingda. O'g'il qizing o'ynab yursin izingda deb turgan Nigora xolalari, O'ktamboy og'alarini, Ulug'bek og'alar, Nargiza ukalarini egilib Nargiza biyilaringizga egilib Umarbek ukalarini, Toshkentlik ekan bu mehmonlarimizga egilib qo'shidan ta'zim qiling kelinchak. Albatta Zamira xolalari, Otaxon o'g'illaringizga, Alibek og'alari, Yoqjon biyilaringizga, Mustafa, Rashidjon og'alaringizga, Malika biyilaringizga, Hayotbek ukalarini, Shavkat og'alar, To'xtajon biyilaringizga, Zebo ukalari, Murodjon og'alarini, Ozoda ukalaringizga, Azamat og'alar, Manzura xolalarini egilib Guljonoy onalarini, Qironoy biyilaringizga egilib Dilfuza xolalari, Olimboy og'alaringizga, Davlat og'alar, Yulduz biyilaringizga, Feruza xolalar, Bahramboy og'alarini egilib Qurbonoy xolalari, Muzaffar og'alaringizga, Odila biyilaringizga egilib Dilshod og'alar, Nodira xolalaringizga, Bonu, Firuzbek og'alaringizga, Laylo xolalarini, Jahonbek, Dilnavoz, Sulaymon ukalaringizga egilib qo'shidan ta'zim qiling kelinchak. Senga deb shinam xona bezatgan, mehmon kutib dasturxonni tuzatgan, kelganlarni xursand qilib jo'natgan mana shu yerda Gulbahor onalarni, Javlon o'g'illaringizga, Dildora biyilaringizga va ularning oila a'zolarini egilib Qo'zvoy og'alar, Zulxumor biyilaringizga, Jo'rabek og'alar, Gulzoda biyilaringizga, Elyorbek og'alar, Mehribon biyilaringizga va ularning oila a'zolarini, Zaynab biyilaringizga, Otabek og'alar, O'g'iljon biyilaringizga, Sulaymon ukalarini egilib albatta mana shu yerda Umirbek og'alar, Gulg'uncha biyilaringizga va ularning oila a'zolarini, Mansurbek doylari, Shoira biyilaringizga, Mahmudjon, Rashidjon og'alarini egilib Dilfuza, Zumrat biyilaringizga egilib ta'zim qilar ekansiz kelinchak. Albatta mana shu yerda Marhabo biyilari, Mansurbek og'alarni, Hayatxon biyilaringizga, Hamro og'alar, Sanobar biyilarini, Darmanjon ammalarini egilib qo'shidan ta'zim qilar ekansiz kelinchak. Albatta shu yerda Azamat, Ikrom, Bahramboy og'alaringizga, Shukurjon ammalaringizga, albatta Mahmudjon, Odilbek, Muzaffar o'g'illarini egilib qo'shidan ta'zim qilar ekansiz kelinchak. O'rnak olib yaxshi odatdan, so'zlari bor shirin shakar navbatdan ko'z oydinlab kelibdilar ertadan mana shu yerda qarindoshlar, Bozorgul ammalaringizga, Doniyor og'alarini, Yoqutjon, Erkinoy apkalaringizga, Maryamjon ammalarini egilib Farhodjon og'a beklari, Gavharjon xolalari, Zevarjon apkalari, Mansurbek, Nilufar, Yodgorak, Gulnoza, Umirbek og'alaringizga, apkalaringizga va ularning oila a'zolarini egilib Mardona, Nasiba, Munisa, Bonuxon apkalarini, Asaloy apkalaringizga egilib qo'shidan ta'zim qilar ekansiz kelinchak. Xudolar sulton otalari, Zulfiya onalaringizga, albatta mana shu yerda Choros, Jamshid, Jasminaxon,
Lara Faxriddin og'alaringizga, Nulifar apkalar Akmal og'alaringizga egilib, Moqira Nafisa Nargiza apkalarni egilib, albatta Satbek, Jamshidbek ukalarni, Yangiboy og'alari Bayposhsho onalaringizga egilib, Shohlo apkalaringizga va ularning oila a'zolarini egilib, Qudalar Nazokat apkalari G'ayrat og'alaringizga, Elyor doylari muhtaram biylarni egilib, Qo'shadan ta'zim qiling kelinchak. Senga deb shinamxona bezatgan, mehmon kutib, dasturxonni tuzatgan, kelganlarni xursand qilib jo'natgan albatta mana shu yerda Ulug'bek og'alar, Gulnora biylari, albatta Amonjon akalar, Odil og'alaringizga, Oybek og'alarni, Gulbahor akalar, Ruston og'alaringizga, Murod og'alar, Marhabo akalar, Maqsad og'alaringizga, Rohila akalaringizga, Otabek og'alar, Nilufar akalari, Soporgul akalari, Umidjon og'alaringizga va ularning oila a'zolarini egilib, qo'shadan ta'zim qiling kelinchak. Qayni otangizni do'stlari bor ekan shu yerda, Ergash og'alar, Ulug'bek, Ganjavoy, Otabek, Jo'rabek, Jonibek og'alaringizga, Umirbek, Shavkat, G'ayratjon og'alaringizga egilib, qo'shadan ta'zim qiling kelinchak. Albatta Kiyot'o'rani do'stlari bor ekan shu yerda. Juratbek, Nodirbek, Habibulla, Munis, Firuzbek, Timurbeklari, Muhammadjon, Elyorbeklari, Kiyojurlarni barchasini egilib, qo'shadan ta'zim qilar ekansiz kelinchak. Olma anor suvini siqib ber, 5 ta o'g'il, 5 ta qizni tug'ib ber, bir umrga. Sevilib yur Kiyot'o'rani o'zini 10 marotaba egilib ta'zim qilar ekansiz kelinchak. Suv so'zi chuqur fikr o'yladir, dasturxonni to'rt tufayli elda izzat siylidir. Xodima opalar, Omonjon opalaringizga, mo'lla buvalarimizga, albatta mana shu to'y kechamizda tashrif buyurgan po'urlar, ayttiruvchi, samovarchi og'alaringizga xizmat qilaman deb kelgan barcha mehmonlar egilib ta'zim qiling kelinchak. Mana deb meni so'kib durmasin, mana aytmadi deb meni qarg'ab yurmasin, esdan chiqqan qarindosh urug' qo'ng'ishavob. To'y kechamizda tashrif buyurgan barcha mehmonlar egilib ta'zim qiling kelinchak. Boshqa esdan chiqqan qarindosh urug' qolmadimi? Kuy qo'shiqlarda bo'lsin, 100 yil qo'shiq aytib to'ylarda bo'lsin, hamma ro'yi to'yxona bo'lsin deb turgan Maqsadbek Boltaboyev boshidagi bir guruh san'atkorlari egilib ta'zim qiling kelinchak. Bo'lmasa boshqa esdan chiqqan qarindosh urug' kamon bo'lsa damkombo, molla bomiz, bomla elimizni kattaroq, bomla molla bomiz. Elimizni kattaroq 2 yoshga baxtliman. Azamboy, shu vaqt kelin bilan tabriklayman seni. Xudoyim qo'shqanlar bilan qo'sha qarasin, indigi shulardan yataroq farzandi bo'lib yine şurada şu bundan ham katta qilib qo'yganiz Alloh nasib etsin. Şuradan o'tgan ajoyib insonlar bor edi. Endi yoda o'tin yo'ldosh otami, xolami, Odamboyni, Haytoyni, O'tinboyni ruhlari qo'llasin. Hamisha ishingizda omad tilayman. Shu farzandlar uzoq yashasin. Odamboy senindek aqtiq, cho'g'liq ko'rgay bo'laram. Hamisha senikini faqat yaxshi umga keling. Baxtli bo'ling qizim. Katta rahmat, boshingiz omon bo'lsa. Bo'lmasa xodima onalarimiz kelinchagimiz 10 qadamda ichkariga olib kirgizib berasizlar. Biz oldini kesib o'tmanglar. To'ylar o'ng bo'lsin. Kelin muborak bo'lsin. Eshitmadi